ente robbul alamin. Bütün olamlarni Robbi bo'la turib, meni ustimdan kulyapsan, ey Robbim dedi. Yer, osmon, jannat, do'zax hamma seniki bo'lsa-yu, meni ustimdan kulyapsan Robbim dedi. Ishonmayapsan bandam dedi. Valaka misluhu va misluhu va misluhu va misluhu dedi. Yer yuzichalik va yer yuzichalik, yana yer yuzi va yana yer yuzi mana shuni 10 barobar senga dedi. Kir jannatga dedi. Mana bu mol mulklarni hammasi meniki ekan dedi-da jannatga kirdi. Jannatga kirgandan keyin jannatda odamlar yuribdi ekan. Bu odamni yoniga kelib, ko'rishib, hol ahvol so'rashganda ularga aytar ekan. Oxiratdagi eng baxtli inson menman dedi. Vaholanki jannatga eng oxirgi kirgan inson o'sha bo'ladi. Jannatga eng oxirgi kirgan inson, jannatdagi eng kichkina joy tekkan inson jannatni ichiga kirib turib, eng katta joy, eng katta o'rin meniki deyapti. Alloh subhanahu va taolodan nimani so'rasangiz beradi. Va'dani buzib qo'ysangiz ham beradi. Faqatgina qanday qilib so'rash kerak? Xolis niyat bilan, ixlos bilan Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan yo'lda.